Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedinil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilmen ya rabbal alamin. Allah subhanahu ve taologa beadad maqtovlar, hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Alloh taoloning uyiga, masjidga har birlarimizni bosib kelgan qadamimizga Alloh taolo savoblar, hasanat, ajr azim yazsin. Xayrul kalami kalamullohi va xayrul hadi hadi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam. So'zlarning eng yaxshisi Alloh taoloning so'zi, hidoyatlarning eng go'zali payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning hidoyati. Biz Alloh taoloning kalomini imkon qadar ma'nosini tushunishga harakat qilib ketyapmiz. Keyin yana jamoatga aytamiz deb har safarda aytib tushuntirib ketyapmiz. Masalan, biz bir tafsirdan o'tayotgan bo'lsak, uni albatta ancha kamchiliklari bor. Ayni shu tafsirni men o'zim yana keyingi safar o'tib bersam, yana boshqacha qilib o'tamiz. Qur'onning nimasi shunday. Qur'on bir mo'jiza. Hozir o'zi biz to'liq o'ta olmaymiz. Chunki unga biz aqlimiz, ilmimiz, vaqtimiz, kuchimiz yetmaydi. Bu bizning birinchi kamchiligimiz bo'ladi. Boshqa kim o'tsa va undan tashqari yana shuni o'zimiz o'tib bersak, yana yangi qirralari ochilaveradi. Qur'oni Karim mo'jiz deydi. Ojiz qoldiradi degan ma'nosi. Ojiz qoldiradi hammani. Qancha o'qisangiz, qancha harakat qilsangiz, qancha buni ma'nosini o'rgansangiz, yangilik taraflari chiqaveradi. Ichidan bilmagan narsalaringiz kelaveradi. Mana bu ilm deyiladi. Shuning uchun biz jamoatimizga imkon qadar tushuntirishlikka, bir o'zimizning ilmimiz yetgan joyigacha tushuntirishlikka harakat qilamiz. Qancha aytilmagan so'zlarimiz ham qolib ketadi yana shu yerda. Lekin shunday qilib o'rganmasak, biz Qur'oni Karimni o'rganmaymiz. Allohning kalomi eng buyuk kalom. Allohning kitobi eng ulug' kitob va Qur'oni Karim. Tushunmay turib uni ma'nosini o'qisa odam savob olib ketaveradi. Boshqa kitob yo'q, tushunmay o'qisa savob oladigan. Ammo deydi ulamolarimiz, qaysi inson bu Qur'onni tushunib turib bir oyatini o'qiydigan bo'lsa, tushunmay to'liq xatm qilgandan ko'ra, tushunib bir oyatini hayotiga tatbiq qilib o'tgani bu unga savobi ko'proq bo'ladi deb aytishadi. Navbatdagi sura Al-Qori'a surasi. Qur'oni Karim tafsirini boshlanganda biz aytgan so'z yana takror bo'ladi. Demak, Al-Qori'a degan oyat karimada birinchi kalima va birinchi oyat bo'lib qolganligi uchun sura nomi ham shunday bo'lyapti. Bismillahirrohmanirrohim. Al-Qori'a deyapti Alloh taolo. Bismillahdan so'ng Al-Qori'a deb boshlanyapti. Suraning ismi ham Al-Qori'a. Bir necha marta takror keladi. Mal qori'a va ma adraka mal qori'a. Yawma yakunun nas. Undan keyin oyati nima davom etadi. Al-Qori'a degani, hurmatli jamoat, bir ma'nosi va bu qiyomatning ismlaridan. Qiyomatni ismlaridan. Va Al-Qori'a deganda ma'nosi baland ovoz degan. Bunday taqillatishlik ham qori'a deyiladi. Aytadiki arablar, kim bir eshikni ko'p taqillatsa, shuni ochilishiga yaqin bo'ladi deydi. Aqra'u baba robbi degani, Robbimning eshigini qayta taqillatdim degani. Yoki hadisda Bilol ibn Rabohning hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Qarun alayka ey Bilol, sizni oyoq kiyimingizni kavushingiz ovozini eshitdim" dedi. Haligi jannatga kirib ketganning sababi nima dedi? Qarun alaykum taq deb ovozini eshitdik dedi. Misrga borsa shunaqa. Misrda tapchikalarni yog'ochdan qilib qo'ygan. Hayron qolasiz. Hozir ham shunaqa bilmayman. Biz o'qiganda shunaqa edi. Hojatxonani tapchikasini ustini pakrushkami kameradan qilib, tagini yog'ochdan qiladi. Taq deb borib kelasiz. Hali hojatni ichida uni hamma kiyaveradida. Bizda rezinkadan. Shuni qori'a deydi. Oyoqdan chiqqan tovushni al-qori'a deydi. Eshikni taqillatgandagi al-qori'a deydi. Qori'atis suyuf deydi. Qilichlardan chiqayotgan tovushni al-qori'a deydi. Ammo bu yerdagi qori'a nima desa, al-qori'a deyapti. Ovozi baland,
eshitgan odamning qulog'ini va qalbini larzaga keltirib yuboradi degan. Al-qori'a. Eshitgan odam qaltirab ketadi, qo'rqib ketadi. Balandligidan mal-qori'a deyapti Alloh taolo. Mal-qori'a bu yerda savol. Al-qori'a biz buni aytdik ma'nosini. Baland insonni larzaga soladigan tovush, ovoz bir necha ma'no. Mal-qori'a. Qori'a nima deyapti Alloh taolo? Ya'ni bizga shu bir diqqatimizni tortyapti. Qori'a degani hurmatli jamoat, qiyomatning ismlaridan ekan. Qiyomat ismlaridan shu darsimizni boshida bir jamoatimizga bitta savol bersak, qiyomatning ismlaridan 10 tasini sanab beradigan odam bormi jamoatimizda? Va bil munosabat deydi, sunnatdan tashqari Qur'onda o'zida Alloh taolo qiyomatda 82 ta ismini keltirgan. Sunnatdan tashqari Qur'oni Karimda 30 paraning ichida Qur'onda o'zida sunnatdan tashqari deyapmiz. Qur'onda o'zida Alloh taolo qiyomatda nechta ismini keltirgan ekan? 82 ta. Biz aytdikki o'tganda Fotiha surasining ismi ko'p. Allohning 99 ta ismi bor. O'shanda yoziladiki kitoblarda qaysi narsa ulug' bo'lsa, uning ismi ko'p bo'ladi. Demak, qaysi narsani yomonligi ko'p bo'lsa ham ismi ko'p bo'ladi debdi. Nimaga desa, qiyomatning qiyinchiligi ko'p, azobi ko'p, muammosi ko'p, holati ko'p, ko'rinishi ko'p. Xuddi shuni singari ismi ko'p. O'sha ismlar hammasi ma'no beradi. Al-Qoriya ham ma'no beryapti. Qiyomatda deyapti, shunday baland ovoz chiqadiki deyapti, odamlar larzaga keladi. Mal-Qoriya. Qoriya nima ekanligi, Qoriya nima deyapti? Va ma adraka mal-Qoriya. 3-marta. Mayli, bu 3-siga o'tishdan avval jamoatimizda shuni sanab beradigan odamlar bormi? Taxminan qiyomatni ismlaridan 10 tasini 72 tasini keyin sanaymiz. Aytib ketaraylik, keyingi safarga yotlab kelasa. Bu ham bir ma'lumot bo'ldi. Demak, qiyomatni Qur'oni Karimda kelgan ismlari o'zi nechta ekan? 82 ta. Bu qiyomatni o'ta yawmul ba's, yawmul hisab, al-qori'a, al-haqqa. Masalan, yawmut tanad, al-qori'a degan baland ovoz degan. Al-haqqa degan haq kun degan. Yawmut tanad bir-birlariga nido qilishadi. Yawmul ba's qayta tirilishlik. As-sa'a vaqt. Al-qiyamah qiyomat va as-sohha at-tamma. Hamma shuni yodlagansizlar o'zingizlar. Naziyatda nima abasada kelyapti va boshqa joylarda ham. As-sohha ham baland ovoz. At-tamma jamlanishlik. Shunga o'xshagan, masalan, sifatlarida ana shu qiyomatning sifatlari. Ana shularni biri al-qori'a. Al-qori'ani aytdiki, baland nima? Ovoz. Qori'a bo'lsa, Qur'on o'qiydigan ayol degan. Al-qori'a bo'lsa qiyomat degan. Shuning uchun haligi arab tilida ehtiyot bo'laylik deganimiz sababi shu yerda. Al-qori'atu ayn bilan bo'lsa, shu qori'a bo'ladi, qiyomat bo'ladi. Bizda falonchi qori'a ekan, falonchi qori'a ekan deyapmiz, u al-qori'a bo'ladi. Qori'a hamza bilan. Qur'on degan so'zdan olingan. Shuning uchun ba'zi odamlar Qur'on deb yoradi. Qur'on emas, Qur'on. Nima? Hamza alif bilan. Ayn bilan bo'lsa qiyomat bo'lib qoladi. Hamza bilan bo'ladigan bo'lsa-chi desa, hamza bilan bo'lsa qoriya qiz ekan, shu qori qiz ekan, Qur'onni yodlab yoki Qur'onni o'qib ketadigan qiz degan ma'noni bildiradi. Demak, 3 marta keldi degan joydan davom ettiramiz. 3 marta kelyapti. Al-qori'a baland ovoz, Alloh taolo bizga qo'rquv solyapti. Qur'onda hammasi tahdid, targ'ib, tarhib deyiladi. Targ'ib yaxshilikka chaqiradi. Jannatga ham ismi o'ta ko'p. Va tarhib qo'rqitadi. Qo'rqituv oyatlari bor, qo'rqituv hadislari bor. Mana biz hozir o'qib turgan al-qori'a, mal-qori'a va ma adraka mal-qori'a degan bu qo'rqituv oyat. Baland ovoz keladi. U baland ovoz nima? Va ma adraka mal-qori'a. Yana jamoatga ikkinchi ko'ngilni tortadigan narsamiz va ma adraka mal-hutama. Va ma adraka ma laylatul qadr. Va ma adraka degan kalima quloqlari ko'p chalinadi Qur'onda. Al-qori'atu mal-qori'atu va ma adraka mal-qori'a.
Inna anzalnahu fi laylatil qadr va ma adraka ma laylatul qadr. Va ma adraka degani nima degani desa, sen degani arab tilida sizlanmaydi. Senga qori'a nimaligini nima bildirdi yoki qayerdan bilding ey Muhammad? Qanday bildingiz? Qayerdan bildingiz? Diqqatni tortish degan narsa. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Qadr kechasini tushirdik. Qur'oni Karimni Qadr kechasida tushirdik. Va ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr nima ekanligini qayerdan bildingiz? Nima bildirdi degan ma'no chiqadi. Qur'onda va ma adraka kelsa, buni ikkinchisi ham bor. Va ma yudrika degan so'z bor. Iloji yo'q endi arabchaning buni tafsir shunday qilib tushuntirish kerak. Tushunyapsizlar deb o'ylayman. Va ma adrakani tushunib oldingmi? Qayerdan ham bildingiz degan ma'no. Qayerdan ham bilardingiz degan ma'no. Kelsa qoidani eslab qolinglar. Va ma adraka kelsa javob keladi. Qur'oni Karimda qaysi joyda va ma adraka kelsa davomida Alloh taolo shuni javobini aytadi. Inna anzalnahu fi laylatil qadr va ma adraka ma laylatul qadr. Savol keldi mana. Laylatul qadr nima ekanligini qayerdan ham bildingiz? Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Javob. Laylatul qadr 1000 oydan afzal. Al-qari'a mal qari'a va ma adraka mal qari'a yawma. Javob. O'sha kunda deyapti. Yoki al-haqqa mal haqqa va ma adraka mal haqqa va Alloh subhanahu va taolo nima qiladi? Javobini aytadi. Demak, Qur'oni Karimda qaysi joyda va ma adraka kelsa javob keladi. Va ma yudrika kelsa javob kelmaydi. Ikkovi bittaga o'xshaydi rasa. Va ma yudrika la'allahu yazzakka. Alloh aytayapti. Sizni nima bildirdi? Ikkinchisi. Nima bildirdi degani bo'ldi, javob yo'q. Va ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Siz qayerdan bilasiz qiyomat qachon bo'ladi deyapti. Boshqa oyat karimalarda. Demak, qoida hurmatli jamoat. Va ma adraka Qur'onni qaysi joyda kelsa, unga nima keladi ekan? Javob keladi. Alloh taolo o'zi tushuntirib beradi. Va ma adrakadan so'ng Alloh taolo uni javobini aytadi. Va ma yudrika deb kelsa, uni javobi kelmaydi, kelmagan. Qur'oni Karimda. Xuddiki al-inson degan so'z. O'tgan safar darsimizda aytdik, al-inson Qur'oni Karimda kelsa maqtalmaydi. Al-inson Qur'oni Karimda kelsa maqtalmaydi. Shunaqa qoidalar bor tafsirda. Shuning uchun Qur'onning ma'nosini bilmagan odam maza qiladi. Va ma adrakaga javob bor, va ma yudrikaga javob yo'q. Al-inson desa maqtov yo'q. Innal insana xuliqa halu'a. Odam shashqaloq. Al-inson doifa, zaif, ajula, shashqaloq shunday bo'lib ketaveradi. Demak, Alloh subhanahu va taolo javob aytayaptiki, yawma yakunun nasu kal farashil mabsus. Va ma adrakani javob. Al-qari'a mal qari'a. 3 ta degan narsani aytish esimdan chiqib qolibdi. 3 ta degani al-qari'a deb bir keldi. Mal qari'a ikkinchi marta keldi. Va ma adraka mal qari'a. Qari'a nima ekanligini sizga nima bildirdi? Qayerdan ham bilar edingiz? 3 kelishligi arab tilida 3 marta bir narsani takrorlashlik. Arablarda shunday odat bor. Bizga arabda odat qiziq emas. Arabdan din tarqagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sunnati qiziq. Sunnatda nima deyapti desa, ida sallama salasan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kishiga salom bersalar, 3 marta salom berardilar. Assalomu alaykum yoki va rahmatullohi va barakatuh birga. Eshitmadi. Assalomu alaykum va rahmatulloh eshitmadi. Assalomu alaykum va rahmatulloh dedingiz. 3-marta aytdingiz, eshitmadi. 4-marta salom berishlik yo'q. 3 marta salom beradi, unga farishta javob berib qo'ydi. Uzr so'rashlik ham 3 marta. Qayta emas. Qayta bo'lsa o'zi biladi, ammo uzr so'rashlik nima? 3 marta. Assalomu salasa val a'zaru salasa vat talaqu salasa. Taloq berishlikning 4-chisi bo'lmaydi. Bir taloq beriladi, 2 marta taloq beriladi, sunniy berilsa yaxshi, shu bid'iy qilyapti hammasi bizgilar. Hamma yerda sunnatga amal qiladi, taloqda bid'at qiladi bizgilar. Buni ham bir tushuntirish kerak jamoatga. Sunniy taloq bor-ku o'zi aslida. Bir taloq beriladi, 2 taloq beriladi, 3 taloq beriladi. 4-chisi yo'q. Demak, Alloh taolo bu yerda nima deyapti? Al-qari'a
mal qari'ah va ma adraka mal qari'ah. Javob. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuz. Alloh taolo misol qilib aytayaptiki, u shunday kun. Qoriya nima? Kundati. Qiyomat o'zi nima? Yawmul xulud, yawmul hisab, boqiy kun, hisob beradigan kun. Qiyomatda hammasi kun. Bir kun u. Yawmul axir deyiladi, oxirgi kun. Yana 3 ta ismini aytib berdim sizlarga. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuz degani o'sha kunida insonlar bir-birlariga urilib ketayotgan, haligi qo'rqib ketganidan to'planib uchib ketayotgan kapalakka o'xshaydi deyapti. Jarodil muntashir degan boshqa oyatda Alloh taolo. Jarodil muntashir degan jarod chigitga degan. Boshqa oyatda shu ikkalasi juda o'xshaydigan oyat. Jarodil muntashir degani rosa tez tarqalib ketayotgan chigitkaga o'xshaydi degan oyat. Bu yerdachi desa yawma yakunun nasu kal farashil mabsus deyapti. Kal farash degani al-farash kapalak. Al-mabsus degani tarqalib ketayotgan, uchib ketayotgan dedi. Bir joyda kapalaklar turibdi, rosa ko'p bo'lib. Birov uni ovoz bilan qo'rqitsa yoki qushlar turgan bo'lsa, birov uni ovoz bilan bir otib qo'rqitadigan bo'lsa yoki shunga o'xshagan narsalar ha chunchu yurakdagi qo'rqib ketsa, uchadi hammasi. Lekin deydi ulamolar shunga choy quyib bering. Ulamolarimiz aytadi. Kal-farashil mabsus degan o'sha qushlar uchayotganda birortasi ikkinchisiga qaramaydi ekan. Qaysi birimiz, hammasi o'zi. Qaysi birimiz salomat tezroq qochsak, o'xshaydimi qiyomatga? Qiyomatda hamma to'planib bir yerda qiyomat bo'laradi. Lekin ular odamlar nima deydi o'sha kunda desa, hamma haligi hadisda kelganday nafsi deydi, uchib ketayotgan kapalakka o'xshab hech kimga qaramaydi va hammasi o'zi omonlik yo'lini istaydi. Alloh aytayaptiki, kal farashil mabsus deyapti. Uchib, changib, to'zib, to'palan qilib ketayotgan kapalakka o'xshaydi deyapti. O'sha kunda kimlar desa odamlar. Shuning uchun yana uyga borganinglarda bir qiyomat ismlarini qidirib qo'ysanglar, har bir ismi musammosiga dalolat qiladi. Al-haqq degani haq, o'sha kuni ko'rinadi hammaniki. Va o'sha 82 ta ismi. Aytayaptiki Alloh subhanahu va taolo yawma yakunun nasu kal farashil mabsus. İnsanlar uchib ketayotgan, to'zib ketayotgan, to'palan qilayotgan va sochilib ketgan kapalaklarga o'xshaydi. Va takunul jibalu kal ihnil manfush. Va takunul jibalun degani tog' degani. Tog'lar kal ihnil manfush degani haligi bizda bahorda puh degan narsa uchadi. O'ruschasiga. Biz tilda qanaqa bo'ladi bilmayman. Paxtani titilib ketgan paxtaga o'xshatibdi. Yoki qo'yni junini olib, uni ipini chiqarishligi uchun taroq bilan, temir taroq bilan taralsa, shunga o'xshatibdi. Yoki shu daraxtlardan chiqadigan o'shinga o'xshatibdi. Uni hozir aytdik sizlarga. O'sha narsaga. Kal ihnil manfush degani tog'larda deyapti Alloh taolo va takunul jibalu kal ihnil manfush. Tog'lar yengil uchib ketayotgan paxtaga o'xshaydi. Yoki yunga o'xshaydi. Yoki daraxtni o'sha oq bir pariga o'xshagan narsada. Ba'zi bir gullar bor, shunday uchib ketadi, bilasizlar. Shu narsa yerga taralsa, bitta ko'chaga tushibdi. Shu terakdagi tushganda oppoq bo'lib ketgan ko'cha. Bittasi mashinasini tez haydab o'tib ketdi. Qarasangiz yerda turgan hamma narsa ko'tarilib ketadi tepaga. Alloh taolo aytayapti: "Va takunul jibalu kal ihnil manfush." Taralgan bir paxtani singari yengil bo'lib uchadi nimalar? Tog'lar. Endi e'tibor beramiz. Alloh taolo ikkita narsani misol qilyapti. Yawma yakunun nasu kal farashil mabsus va takunul jibalu kal ihnil manfush. Yerda ikkita kuchli narsa bor. Mahluqotlarning ichidagi eng bunaqa jonzotlarning ichidagi eng kuchligi tog', ya'ni inson. Jamodatlarning ichidagi eng kuchligi tog'. 3 marta aytish sunnat dediga. Molni, qo'yni, yana shunaqa biz bilgan mahluqotlarning, jonzotlarning ichidagi eng kuchligi inson bo'ladi.
Hammasini bo'ysundirib qo'yilgan insonga. Va yaratilgan jamoatlarning ichidagi eng kuchli tog' bo'ladi. Oyatda Alloh subhanahu va taolo eng kuchli insonni qochib ketayotgan, uchib ketayotgan kapalakka o'xshatyapti. Eng kuchli bo'lib turgan tog'larni paxtaga bir yunga o'xshatyapti. Demak, hamma yo'q tugaydi. Ulamolarimiz aytadiki, biz ko'zimiz ko'rib o'rganib qolgan hayotning buzilishi qiyomatda bo'ladi deydi. Tog'lar qanchalik kuchli. Hozir borsangiz, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga vahiy tushgan Nur tog'i, Hiro g'ori xuddi shunday turibdi. 1400 yildan beri o'zgarmadi. Majros sahab dedi Alloh taolo boshqa oyatda. Qiyomatda ko'rasizki, tog'lar bulutlarga o'xshab uchib yuradi deyapti. Buni mo'min musulmonlar iymon keltirgan bu narsaga. Hozir ham tog'lar uchib yuribdi. Tog'day bo'lgan bulutlar uchib yuribdi. Lekin biz unga e'tibor bermaymiz. Suvni Alloh taolo uchirishlikni taqdir qildi, uchib yuribdi. Hozir ham million, milliard tonna suv uchib yuribdi. Yomg'ir bo'lib, qor bo'lib yog'yapti. Qayergadir. Alloh aytayaptiki, qiyomat kunida va takunul jibalu kal ihnil manfush. Qiyomat kunida tog'lar oddiy bir paxtaga yunga o'xshab qoladi deyapti. Maydalanib ketadi. Marras sahab bir oyatda keladi. Ular bulut kabi uchadi. Va qul yansifuha robbi nasfa. Boshqa oyatda keladi. Ayting Alloh taolo tog'larni talqon qilib tashlaydi deyapti. Uchinchi bu biz o'qiyotgan oyatimizdachi va takunul jibalu kal ihnil manfush. Tog'larni ko'rasiz, o'sha kunida yengil yun kabi uchib ketadi deyapti. Inson esa qanchalik kuchli bo'lgan? Ot qavmi, Samud qavmi tarixda yoki o'zimiz qanaqa binolar quryapti. Bu kuni nima ahvolda bo'ladi desa, kapalak kabi qochadi deyapti. Fa amma man saqulat mawazinuhu. Maqsad shu. Oyatdan maqsad shuki, fa amma man saqulat mawazinuhu. Ammo kimni qiyomat kunida mezonlari og'ir keladigan bo'lsa, e'tiqodimizda qiyomat, tarozi, mezon aqidaviy masala o'zi aslida. Fiqhga aloqasi yo'q buning. Tafsirga aloqasi yo'q. E'tiqodiy masala. Musulmonlar ertaga qiyomat kunida tarozi borligiga iymon keltirgan. Bil yawmi val hisabi val mizani deydi. E'tiqod kitobida. Qayta o'sha bo'ladigan kunga, hisobga va mezonga iymon keltirdik. Mezondan maqsad tarozi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda lahu kaffatan dedilar. Tarozi bor. Qiyomat kunida mana shu tarozini ikkita kaffasi bor dedilar. Ana ulamolarimiz o'rtasida so'z bor. Taroziga insonni o'zi qo'yiladimi? Insonda amali qo'yiladimi? Sahaifu a'malihi yozilgan amal daftari qo'yiladimi? Qayta aytamiz jamoatimizga. O'sha qiyomat kuni bo'ladigan taroziga insonni o'zi qo'yiladimi? Inson qilgan amali qo'yiladimi? Yoki qilgan amali yozilgan daftar qo'yiladimi va yana boshqa. Ibn Mas'ud kunlarning birida xurmoga chiqayotgan ekan. Sahobalar hazillashdi. Min diqqati saqoyhi dedi. Saqun degani insonning boldiri, soni, tizzasi. Diqqati saqoyhi uni juda kichkina ekan, oyoq arvoq ekan deydi. Ozgina ekan. Bu sahobalar ham g'iybatchi bo'lgan ekan demaylar, to'g'ri bir ma'noda aytilyapti xolos. Ustidan kulib sharmanda qilinmayapti. Biz bilan ularning farqi bor. Biz ustidan kulib uyattiramiz. Min diqqati saqoyhi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sizlar dedilar, bu Abdullohning oyoqlari juda nozik ekan deyapsizlarmi? Allohga qasam, u kishining oyoqlari qiyomat kunida tarozida Uhud tog'idan ko'ra og'irroq bo'ladi dedilar. Demak, insonni o'zi tortilar ekan. Bu hadisga ko'ra. Boshqa hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va yu'ta yawmal qiyamati bi rajulin samin. Semiz bo'lgan bir odamni qiyomat kunida olib kelinadi, tarozining ustiga qo'yiladi, pashshani qanotichalik ham bosmaydi dedilar. O'zi tortilyapti bu yerda. Semiz odam qiyomat kunida olib kelinadi, tarozining ustiga qo'yiladi, pashshani qanotichalik ham tarozini bosmaydi deb. Nauzubillahi min zalik. Alloh taolo bundan saqlasin. Yoki uchinchisi, men aytayotgan so'zlarimga bunaqa dalillarni eslatib o'tyapman sizlarga. Uchinchisi, qiyomat kunida mana shu taroziga bitta odamning amallari qo'yilgandan so'ng chap tarafi ko'p bosib ketadi. Hamma yomon amallarni qilgan bu. Umri bo'yi yomon amallar bilan shug'ullangan. Va Alloh taolo aytadiki, buni bir yaxshiligi bormi? Sijillini qaranglar, kitobini qaranglar, 99
bo'lgan boyagi kitobni qaranglar deganda ichidan bitta bitoqa deydi, bitta vizitka chiqadi. La ilaha illalloh deb yozib qo'yibdi shuni ichiga. U aytganligi uchun shu la ilaha illalloh deb aytgan ekan. Shuni olib tarozini bu tarafiga qo'yinglar, bu kaffasiga qo'yinglar, bu pallasiga qo'yinglar deganda narigi tarafga qo'yilganda la ilaha illalloh butun qilgan yomonliklar yo'q qilib yuboradi. Ya'ni la ilaha illalloh og'ir keladi. Fatashat as-sijillat deydi hadisda. Boyagi yomon amallar hammasi yutkazdi, la ilaha illalloh ezib qo'ydi, bosib qo'ydi degan ma'no chiqadi. Shuning uchun deydi oyat karimada hurmatli jamoat, la ilaha illalloh degan odam gunoh qilsa, tavba qilsa, gunoh qilsa, tavba qilsa, gunoh qilsa, tavba qiladi, boshqa so'ngra shayton kelib bunga aytadi. Mana shu joyga bir e'tibor beraylik. Shayton kelib aytadi. Seni deydi, gunohlaring o'ta ko'p deydi. Seni Alloh kechirmaydi deydi. Alloh aytayapti Qur'onda: La ya'asu min rawhillahi illa al-qawmul kafirun. Faqatgina kofir qavmlar Allohning rahmatidan noumid bo'ladi deyapti. Ba'zi bir odamga kelib gunohing ko'p yoki boshqa qilib dindan chiqarib yormasin. Alloh taolo hamma gunohlarni kechiradi. Innallohu yaghfiru zunuba jami'a. Jamiki gunohlarni Alloh taolo kechiradi. Faqat musulmon odam had gunohga bormash kerak, to'xtash kerak, tavba qilish kerak. Bo'pti, kechroq tavba qilib qolsa-chi desa, kechroq tavba qilsa ham kechiradi. Faqatgina noumid bo'lmash kerak. Noumid shayton. Noumid bo'lishlik bu shaytonning ishi. Musulmon odamni ham noumid qiladi. Bo'ldi deydi, Xudo seni kechirmaydi deydi. Balki Alloh subhanahu va taolo nima qiladi? Uni kechiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilarki, kalimatani xafifatani alal lisan. Ikkita kalima borki, inson tiliga yengil. Habibatani ilar rahman. Rahmonga o'ta suyuklik. Saqilatani fil mizan. Fa amma man saqulat mawazinuhu degan joyga hadislarda aytib beryapmiz. Saqilatani fil mizan. Subhanallohi va bihamdihi, subhanallohil azim. Ikki kalima bor. Aytganda qiylanmaysizlar. Yengil. Alloh uni yaxshi ko'radi. Qiyomat kunida esa saqilatani fil mizan, mezon tarozisini bosadi deyapti. Subhanallohi va bihamdihi, subhanallohil azim. Yoki boshqa hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam valhamdulillahi tamlaul mizan dedilar. Alhamdulillah desanglar, sizlarni tarozinglar to'ldirib bo'lib qoladi deydi. Alhamdulillah desa, inson tarozi nima bo'ladi ekan? To'ldirib bo'ladi. Va yana hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, qiyomat kunida insonni tarozisini eng og'ir bosadigan narsa husnul xuluq dedilar. İnsonni xuluqi chiroyli bo'lsa, tarozisi og'ir bo'ladi. Qiyomat kunida insonni tarozisini roza, zakotdan ko'ra og'ir bosadigan narsa husnul xuluq. Shuning uchun oyat karimada Alloh taolo aytayaptiki, fa amma man saqulat mawazinuhu, qaysi insonni tarozisi og'ir keladigan bo'lsa, Alloh taolo bizni tarozilarimiz og'ir qilsin. Fa huwa fi 'ayshatir rodiya. O'sha inson rozi bo'ladigan hayotga o'tdi. Boyagini tafsirida bir olimlarimiz ajoyib so'z aytgan ekan. Bu hadis ko'pchilik yodlagan. Subhanallohi va bihamdihi, subhanallohil azimni ko'pchilik yodlaganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, ikkita kalima bor. Tilga yengil, Allohga suyuklik, tarozida og'ir deyapti. Shu kalima shunchalik tarozini bosadi deyapti. Qanday qilib deydi? Inson asbag'al vuzu, tahoratni mustahkam qilsa, ruku sajdalarini va qalbi xushusini qo'yib namoz o'qisa, subhanallohi va bihamdihi, subhanallohil azimdan ko'ra ko'proq bosadi tarozini deydi. Bu ikki kalimani shunchalik bosadi deyapti. Shuning uchun mana biz jamoatga aytardik, jamoat namoz o'qiganingizda xushu bilan, huzu bilan o'qishga harakat qiling. Mana bir qabrda ustida bittasi dam olib uxlab qolsa, tushiga kiradi. Meni qabrim ustida yotibsan, tur deydi. Men qabrim ustiga yotib olding deydi. Desa, u ham men tushida gapga solib qo'yibdi. Shunchalik endi men tushingga kiribsan endi menga. Narigi dunyoda ko'p foyda bo'ladigan narsani aytib bermaysan deganda, 2 rakat o'qisang, shu senga juda foyda qiladi deydi. Demak, 4 rakat o'qisa ko'proq foyda qiladi. 6 rakat o'qisachi, 8 rakat o'qisachi, 80 rakat. Ana jamoatda so'rov bo'lib o'tadi. Qazosi bor odamlar tahiyatul masjid ko'p o'qiydi. Mayli o'qisin, lekin tahiyatul masjid nafil. Muboh mustahab amal. Sunnat. Siz bomdoddan qazongiz bo'lsa, 5-asr shomdan qazongiz bo'lsa, masjidga kirib birinchi qazo o'qiylik jamoat.
Ondan nima degani desa, Alloh taolo aytayapti, meni bandam menga farz bilan yaqinlashganchalik yaqinlasha olmaydi. Birinchi farzini bajaradi, keyin nafl qiladi deyapti. O'shani vaqtlarini qarab, qazolarini qarab, qazosini to'g'rilash kerak birinchi. Qazoning ikkinchi ma'nosi qarz. Tahiyatul masjid qarz emas. Biroq erikib yo bir narsa bo'lib o'tirib olsa gunoh bo'lmaydi. Ammo farzni qarzini uzmaydigan bo'lsa, bu gunohkor bo'ladi bu odam. Shuni aytardikki, qarzlarni to'ldirib ketsanglar yaxshi bo'ladi. Alloh aytayapti: "Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ayshatir radiyah." Qaysi insonni tarozi og'ir keladigan bo'lsa, ayshatun rodiya degani eng zo'r hayot deydi. Dunyoda biz unda qishloqchasi aytganda yetagimiz orqamizga yetmay, maqsad niyatimizga butmay o'tib ketamiz. Hammaning millionta maqsadi bor, unga yeta olmaydi. Ayshatun rodiya bo'lmaydi bu dunyoda. Ayshatun rodiya qiyomatdan keyin nargi dunyoda bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo aytayapti, qaysi insonning tarozisi og'ir kelsa, ayshatun rodiya, to'g'ri jannatga ketadi deyapti. Rozi bo'ladigan hayotga kiradi. Va amma man khaffat mawazinuhu. Qaysi insonning tarozisi yengil kelib qoladigan bo'lsa, Alloh saqlasin. Fa ummuhu hawiya. Ummuhu onasi. Hawiya boradigan joyi. Uni boradigan joyi onasi deyapti. Uni nima aloqasi bor desa, inson shadoib, qiyinchilik, muammo bo'lganda onasiga yuguradi. Onasi uni ayniqsa yosh bola, yordamchisi yo'q, qorni ochsa ham, og'risa ham, boshqa bo'lsa ham, bir narsadan qo'rqsa ham onaga yuguradi. Fa ummuhu hawiya deyapti Alloh taolo. Buni onasi yugurib boradigan joyi do'zax bo'ladi deyapti. Qutulaman deb borgan joyi do'zax bo'ladi. U nima? Va ma adraka ma hiya. Boyagi qoida. Hawiya va ma adraka ma hawiya degan ma'no. Va ma adraka ma hiya degani haviyani nimaligini sizga nima bildirdi? Biz aytdikki, Qur'oni Karimda qayerda va ma adraka kelsa, o'sha yerda javob keladi. Alloh aytayapti: "Va ma adraka ma hiya." Haviyani, ya'ni fa ummuhu hawiya nima ekanligini qayerdan bilasiz? Uni onasi nima ekanligini qayerdan bilasiz? Biz bildiramiz, deyapti Alloh taolo. Narun hamiyah. Insonni yondirib yuboradigan, qiyinchilikka soladigan o't. O'tga qarab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam narullohil muqaddada tushuntirib berdim buni. Ozginasini eslatib o'taman. O'tga qarab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam narukum hazihi tuqidunaha juz'un min 70 juz'an min nari jahannam dedilar. Sizlar ishlatayotgan o't, do'zaxning o'tini 70 tadan bittasi dedilar. 69 ta shunga qo'shib qo'yiladi dedilar. Uyimizda yongan ko'mir o't. Shashlik pishirayotganimiz ham o'sha ko'mir alanga, issiq. Temir eritayotgani ham shu o't nazarda tutilgan. Zavod fabrikada ishlab yurgan 1000 gradusga chiqayotgani ham mana shu o't. Ammo bir hadis keltirishadi, asli yo'q yoki zaif. Do'zax 3000 yil yonganmish. Avval oq, keyin qizil, keyin qora bo'lib yonganmish degan hadis u yo'q. Aytayaptiki, narun hamiya, qochib boradigan, yugurib qutqarilish maqsadida yuradigan joyi bu o'tdir deb Alloh subhanahu va taolo aytayapti. Alloh taolo hammalarimizga ham tavfiq bersin, hidoyat bersin. Mana shu o'zini kalomi Qur'oni Karimni tushunadigan insonlar safidan qatordan qilsin. Al-Qari'ah, baland keladigan ovoz. Mal-Qari'ah, al-Qari'ah nima? Va ma adraka mal-Qari'ah. Qari'ah nima ekanligini sizga nima bildirdi? Qayerdan bildingiz? Yawma yakunun nasu kal-farashil mabsus. U shunday kunki insonlar xuddi kapalaklar kabi taralib ketadigan kun. Va takunul jibalu kal-ihnil manfush. O'sha kunda tog'lar vahshatidan, dahshatidan o'sha kunda tog'lar ihnil manfush uchib yurgan yun yoki paxtaga o'xshab qoladi. Va takunul jibalu kal-ihnil manfush. Tog'lar shunday holatga tushadi. Fa amma man saqulat mawazinuhu. U kunda tarozisi og'ir bo'lgan inson, fa huwa fi 'ayshatir rodiya. Rozi bo'ladigan, xursand bo'ladigan hayotga yetib boradi. Va amma man khaffat mawazinuhu. Qaysi inson tarozi yengil kelib qoladigan bo'lsa, fa ummuhu hawiya. Uni qochib qutuladigan, onasiga boradigan joyi hawiya bo'ladi. Va ma adraka ma hiya. Hawiya nima ekanligini qayerdan ham bilar edingiz? Narun hamiya. Do'zaxning o'tiga tushadi deyapti Alloh subhanahu va taolo. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin.